Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada Markaziy Osiyolik migrantlar o'rnini xitoyliklar egallashi mumkin. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalaridan bosib qo'ying. Si Zinpin va Vladimir Putin ushbu masalani birgalikda muhokama qilishdi. Xitoy Markaziy Osiyo migrantlarni xitoylik ishlar bilan almashtirish masalasini muhokama qilishni boshladi. Bu mavzu ikki davlat rahbarlari Si Zinpin va Vladimir Putin tomonidan ko'rib chiqildi, deb yozadi Bloknot nashri. Hozirda bu taklifning amalda joriy etilishi tegishli vazirliklar tomonidan o'rganilmoqda. Xitoyning maqsadi mamlakatda ishsizlik foizini kamaytirish. Xitoy prezidenti Si Zinpinning ta'kidlashicha, xitoylik migrantlar Markaziy Osiyo respublikalaridan kelgan ishchilarga nisbatan ko'proq mehnatsevar, nizosiz va mas'uliyatli bo'ladi. Pekin Rossiya shaharlari ehtiyojlarini qondirish uchun yetarli miqdorda mutaxassislarni tayyorlab berishga tayyor. Gap asosan farroshlar, yo'lchilar, tozalovchilar, jamoat transporti haydovchilari va qurilish ishchilari haqida ketmoqda. Xitoyning maqsadi bunday hamkorlik natijasida yuqori darajadagi ishsizlikni kamaytirish. Shuningdek, mamlakatda ishsizlik darajasi 5,1% ni tashkil etadi. Bu 10 millionlab aholi ishsiz degani. Ishsizlik muammosi ayniqsa 30 yoshgacha bo'lgan xitoylik yoshlar orasida juda keng. So'nggi yillarda ular orasida ishsizlik darajasi 13,2 dan 17,1% ga oshgan. Xususan, Xitoyning ayrim hududlarida o'rtacha oylik $250 atrofida. Rossiyada esa migrantlar o'rtacha 150 ming rubl ishlab topmoqda. Bu xitoyliklar uchun juda manfaatli imkoniyatdir, deyiladi nashrning maqolasida. Hozirda migrantlar sonini oshirish zarur. Agarda xitoylik ishchilar haqiqatan ham intizomli va yuqori professional bo'lsa, bu Rossiya uchun samarali yechim bo'lishi mumkin. Chunki biznes sektori o'sish uchun migrantlar sonini oshirish zarurligi ta'kidlanmoqda. Ammo rus jamiyati muhojirlarning ommaviy kelishiga qarshi. Avvalroq xitoyliklarning taklifiga o'xshash Shimoliy Koreya tomonidan ham aytilgan edi. Iqtisodchi Ilyos Zaripov Rossiya va Shimoliy Koreya o'rtasidagi 2007-yilgi mehnat migratsiya shartnomasini qayta tiklashni va ishchilar kvotasini oshirishni taklif qilgan. Biroq bu variant hozircha oliy darajada muhokama qilinmagan. Rossiya sobiq muhojirlarni urushga yubormoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Omskda Rossiya fuqaroligini olgan 365 nafar muhojir harbiy xizmatga ro'yxatga olingan. Ularning 3dan 1 qismi Rossiya qurolli kuchlari safiga xizmatga chaqirilishi mumkin, deb yozadi Rossiyska gazeta. Harbiy tergovchilar va voyenkomat bo'limlari qochganlarni faol ravishda qidirmoqda. Bir kuni avgust oyida ular 50 dan ortiq manzilni tekshirgan. 2025-yilda 75 nafar yangi fuqaro mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzib, maxsus operatsiyalar zonasida xizmat qilmoqda. Ammo bular ishlar faqat Omskdagina bo'lmayapti. Perm o'lkasida 2025-yil boshidan buyon 1200 dan ortiq sobiq muhojir xizmatga ro'yxatga olingan. Ulardan 40 nafari allaqachon harbiy xizmatga chaqirilgan. 70 nafari esa shartnoma tuzib Svo zonasiga jo'natilgan. Viloyatdagi yana 40 nafar xorijlik mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzib harbiy xizmatga hozirlik ko'rmoqda. Kostroma viloyatida ham tekshiruvlar davomida fuqarolikdan olgan sobiq muhojirlar aniqlangan. 40 kishi xizmatga jo'natildi, 3 nafari esa muddatli harbiy xizmatni o'tamoqda. Bundan tashqari, Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Basrikinning aytishicha, fuqarolikni olgan 10 mingdan ortiq muhojir urush bo'layotgan hududlarga jo'natilgan. Rossiya va O'zbekiston Rossiya fuqarolarining O'zbekistonga ichki pasport bilan kirishining bir qator jihatlarini tasdiqladi. Bu haqda 11 sentyabr kuni manbalarga tayanib Izvestiya xabar berdi. Ushbu masala bo'yicha muzokaralar jarayoni davom etmoqda va zarur ichki tartib qoidalari o'tkazilmoqda. Hozirda tomonlar alohida jihatlar bo'yicha ishlarni muvofiqlashtirmoqda. Shuning uchun aniq sanalar haqida gapirishga hali erta, deyiladi xabarda. Joriy yil may oyida O'zbekiston, Rossiya, Qozog'iston va Ozarbayjon fuqarolariga respublika hududida
ichki pasportlar bilan kirishga ruxsat berishni rejalashtirayotgani haqida xabar berilgandi. 1 sentyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar jadal rivojlanib borayotganini ta'kidladi. Davlat rahbari O'zbekiston-Rossiya aloqalari barcha sohalarda yanada kengashiga ishonch bildirdi. Uning fikricha, ikki xalq manfaatlariga javob beradi va Markaziy Osiyoda xavfsizlikni saqlashga xizmat qiladi. Qalampir.uz ichki pasport bilan mamlakatga kirish loyihasi bo'yicha O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ahror Burxonov bilan bog'landi. TIV Voice ushbu masala kun tartibidan ekanini tasdiqladi. Biroq uning aytishicha, hali jarayon o'rganib chiqilmoqda va xorijga chiqish pasportisiz bordi-keldi qilish boshlangandan aniq sanani aytishga hali ertaligini ma'lum qildi. Ma'lumot uchun 2023-yil 1 sentyabr kunidan boshlab O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari ikki davlat o'rtasidagi chegarani kesib o'tishda identifikatsiya ID kartasidan foydalangan holda kelmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yil boshidan O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasida ikki davlat fuqarolarining ID kartalarini chegaradan o'tish uchun rasmiy hujjat sifatida tan olish imkoniyatini muhokama qilish boshlangandi. Sergey Mironov boshchiligidagi Adolatli Rossiya haqiqat uchun partiyasi deputatlari mehnat muhojirlariga oilalarni Rossiyaga olib kirishni taqiqlovchi qonun loyihasini taqdim etishdi. Ular bu tashabbusni migrant oilalar borligi go'yoki maktab va shifoxonalar zimmasiga yuk tug'dirayotgani bilan asoslashmoqda. Ularga ko'ra, taqiq joriy qilingandan keyin migratsiya oqimi 15-20% ga kamayadi. Istisnolarni faqat Belarus fuqarolari va yuqori malakali mutaxassislar uchun qo'llash taklif etilmoqda. Andijondan Novosibirsk va Irkutskka uchish mumkin bo'ladi. Esita Airlines aviakompaniyasi yangi reyslarni yo'lga qo'yapti. 27-oktyabrda Novosibirsk-Andijon, 30-oktyabrdan esa Irkutsk-Andijon yo'nalishidagi parvozlar boshlanadi. Ushbu yo'nalishlardagi reyslar haftada bir marta amalga oshiriladi. Sankt-Peterburg gubernatori Aleksandr Belgov boshchiligidagi delegatsiya Toshkentga keldi. Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportda mehmonni poytaxt hokimi Shavkat Umurzoqov kutib oldi. Tashrif 11 sentyabrgacha davom etadi va tarixiy hamda madaniy obyektlarni ziyorat qilish, shuningdek Toshkent va Sankt-Peterburg o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan tadbirlarni o'z ichiga oladi. 2 kun qoldi. Rossiya Federatsiyasi prezidentining tegishli farmoniga ko'ra 2025-yil 10-sentyabrdan boshlab huquqiy va amaliy tartibga solinmagan xorijliklarga nisbatan chiqarib yuborish va kelajakda Rossiyaga kirishni taqiqlash kabi choralar qo'llaniladi. Nazorat qilinadigan shaxslar reyestridan holatingizni tekshiring. Majburiy to'lovlar bo'yicha qarzdorlik va jarimalarni tekshiring. Rossiyadagi hududiy migratsiya bo'linmalarining manzillari bilan tanishing va murojaat 2026-yil 1-yanvardan boshlab xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun rus tili, Rossiya tarixi va qonunchilik asoslarini bilish bo'yicha imtihonlar faqat kompyuter ko'rinishida o'tkaziladi. Departamentning xabar berishicha, Federal test markazi Exam dasturiy paketini ishlab chiqqan. Uning yordami bilan migrantlar uchun imtihon o'tkazish jarayonini to'liq avtomatlashtirish mumkin bo'lishi kutilmoqda. Examdan foydalanish xodimlarning ish yukini kamaytirishga yordam beradi. Imtihon jarayonlarining shaffofligini oshiradi va imtihon oluvchilarning shaxsiy ma'lumotlari himoyasini kafolatlaydi. Dastur yordamida imtihondan muvaffaqiyatli o'tganlar uchun sertifikatlar o'sha kuni beriladi. 6-avgust kuni hukumat Rossiya fuqaroligini olish uchun imtihon topshirish shakli va tartibini tasdiqlaganini ma'lum qildi. Gap ikkita test, rus tili, mamlakat qonunchiligi asoslari va tarixi haqida bormoqda. Xorijiy fuqarolar til imtihonini og'zaki va yozma shaklda topshiradi. Tarix va qonunchilik fanidan test sinovlari esa faqat yozma shaklda, jumladan kompyuterdan foydalangan holda amalga oshiriladi. Migrantlarga qonuniylashtirish muddatining oxirgi kuni eslatildi. Migrantlar 11-sentyabrgacha Rossiyada bo'lish asoslarini tasdiqlashi kerak. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi ma'lum qildi. Mamlakatda bo'lish uchun qonuniy asoslarni yo'qotgan xorijlik fuqarolarga ularning huquqiy holatini tartibga solish imkoniyati tugashiga
bir hafta qoldi. 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab huquqiy maqomni tartibga solishning iloji bo'lmaydi, deyiladi xavfsizlik xabarida. Agar migrant belgilangan muddatga rioya qilmasa, unga nisbatan qonuniy hujjatlarda nazarda tutilgan choralar qo'llaniladi, deya aniqlik kiritdi. MVD bunga Rossiyaga kirishni taqiqlash kiradi. Siz buni huquqiy maqomingizni tartibga solish Rossiya Ichki ishlar vazirligining PVS Federal davlat unitar korxonasi filialiga huquqiy yashash joyingiz bo'yicha Moskva shahar Saxarova MMS davlat byudjet muassasasiga Moskva shahridagi yashovchi shaxslar uchun yoki MVDning eng yaqin hududiy migratsiya bo'limiga murojaat qilish orqali amalga oshirishingiz mumkin, deya qo'shimcha qilgan vazirlik. 5-sentyabr kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Tramp bilan telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Bildirilishicha, O'zbekiston va AQSh strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash va o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirishning amaliy jihatlari batafsil ko'rib chiqilgan. Suhbat avvalida AQSh prezidenti so'nggi yillarda O'zbekistonda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va aholi farovonligini oshirish borasida amalga oshirilayotgan ortga qaytmas islohotlarni yuksak baholagan va qo'llab-quvvatlagan. Shavkat Mirziyoyev o'z navbatida Prezident Donald Trampni AQSh ma'muriyati olib borayotgan ichki va tashqi siyosatning ulkan natijalari bilan samimiy tabriklagan. Amerika tomonining xalqaro va mintaqaviy mojarolarni tinch yo'l bilan hal qilish, global xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashga qo'shayotgan hissasi va sa'y-harakatlarni alohida qayd etilgan. Shuningdek, ikki mamlakat o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ustuvor tarmoqlarda biznes kooperatsiya loyihalarini ilgari surish va savdo bitimlari hajmini tubdan oshirish masalalari ko'rib chiqilgan. Shu oyda AQShning yetakchi kompaniya va tashkilotlari bilan uzoq muddatli va barqaror sheriklik aloqalarini yo'lga qo'yish maqsadida qator ikki tomonlama uchrashuv va muzokaralar o'tkazilishi ta'kidlandi. Bundan tashqari, xavfsizlik sohasida eng avvalo terrorizm va ekstremizmdan noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish borasida samarali hamkorlik qilinayotgani qayd etildi. Telefon muloqoti chog'ida davlat rahbarlari dolzarb xalqaro masalalar, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari va AQShning S5+1 shaklidagi mintaqaviy hamkorligini chuqurlashtirish yuzasidan ham fikr almashildi. Shavkat Mirziyoyev Prezident Donald Trampni o'zi uchun qulay muddatda O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelishga taklif etdi. Amaliy hamkorlik bo'yicha loyiha va dasturlarni ilgari surish maqsadida oliy darajadagi muloqotlarni davom ettirishga kelishib olindi.